Ko'pchilik kutgan Damas 3 avtomobillari endilikda ochiq savdoda mavjud. Bularning hozir ma'lumotlarini men sizlarga yetkazib beraman. Sizgina faqat like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bundan tashqari ham avtomobillarni boshlanish to'loviga qarab, oylik to'lovlarida ham hammasini yoritib beramiz. Hammaga alangalik assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Humonos kanali obunachilari, jigarlarimiz. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun men Navoiy Avtomotors avtosalonidan Damas 3 avtomobillarining to'liq ma'lumotini berib o'taman. Nasib bo'lsa, zo'r video bo'ladi. Erinmasdan maza qilib tomosha qilib turasizlar. Biz bo'lmasa videoni boshladik. Madina opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Bugun ham nasib bo'lsa obunachalarimizga bitta foydali video bilan chiqyapmiz. Aynan orqangizda turgan Damas 3 avtomobillarini to'liq obzorini, narx-navolarini yoritib beramiz bo'lmasam. Eng meni quvontirgan tomoni, avtomobillar ochiq savdoda mavjud ekan. Endi qaysi paysalari o'zingizga ma'lumot berasiz. Damas 3 avtomobillarimizni hozirgi kunda savdoda 6 xil variantidan, 6 xil pozitsiyasidan savdoda mavjud. Mana bu yerni videoga olsangiz. Damas Van avtomashinamizni 2 xil variantidan, biri 2 lik, biri 5 lik motorligi, 134, 142 million so'mligimizdan savdoda mavjud. Damas passajirskiylarimiz 139 million so'mdan, 144, 154 million so'mliklarimizdan hozirda shartnomalarimiz mavjud. Mana shu ko'rib turgan mashinangiz 149 million so'mlik, 1.5 motorlik avtomashinamiz, Damas 3 avtomobilimiz hozir erkin savdoda mavjud. Ya'ni to'lov qiladiki, sразу olib chiqib ketish imkoniyati bor. Bir kunning o'zida, ya'ni 1 soatni ichida ham chiqarib ketishlari mumkin. Erkin savdoda Damas 3 avtomobilimizni tayyor. Agar xohlasangiz, ichilarini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Obzorini qilamiz. Obunachilar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, mana shu mashinani eng minimalni va maksimalni boshlang'ich to'lovlar bilan hisob-kitobini olib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Lob tonirovka bilan yomon boshqacha ketar ekan, lekin ko'pchilik mijozlarimiz mana so'raydilar, bularda ruchkami, qanaqa buni oynalari chiqib tushishlari haqida ko'p qiziq savollar. Bular hurmatli mijozlar, mana ruchkada chiqib tushadi. Shunaqa. 5 bosqichli, 6 bosqichli ekan. Bu motori 1.5 bo'lganligi sababli 6 ta korobka передачасы 6 talik bo'ladi. 1.2 liklarda 5 talik korobka передачасы. 1.2 larda 5 talik. Mana rullari mana bunaqa chiroyli holatda. Tablolari mana bu qip-qizil BMW-larnikiga o'xshagan yonib turadi mana bu joylari ham. Konditsioneri bor bu mashinada. Konditsionerlari bor. Manaki zo'r. Har xil tomonda 12 vatga rozetka nima перекрутили joyi. Biror narsa bo'lsa bo'ladi. Ruchniklari mana bunaqa nimaydi? Qo'lda. Orqa tomoni bu 8 o'rindiqli avtomashinamiz. Full pozitsiyasi, u ham misol uchun 1.5 motor, lekin kapitanskiy bo'lgani uchun unda 7 ta o'rindiqli. Materialni sog'lom ekan. Orqa taraf eshiklarini ham ochib ko'rsatsangiz. Juda ham qulay qilib ishlangan. Ochib yopilishlari nima deydi? Oldingi mana Damaslarimizdan ancha qulay qilib ishlangan. Materiali ham sal baquvvatroq ekan. Shunaqa. Oldingi o'zimiz eski Damasga qaraganda. Sidenalari material. Sidenalari material. Yaxshi. Chexol qilish kerak, lekin baribir mana bu tomonlarigacha ham qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Endi polik tashalsa yaxshiroq o'zi uchun. Mana buni narxi 149 millionligi. Orqa faralari Damas Mov varianti, bu passajir varianti. Bundan keyingi paysada diskalari saka bo'ladi. Bu pozitsiyamizda diskalari kompaktniy diska qilingan. Bundan keyingi 154 million so'mlik pozitsiyamizda diskalari saka diska orqa passajir tomonda ham konditsionerlari mavjud. Konditsioner bor. Qo'shimchasiga mana bunaqa
ochilib yopilish xususiyatiga ega mana orqa oynasi. Bu orqa yo'lovchilarga aynan qulaylikni beradi. Mana shuncha ochiladi, havo kirib turish uchun. Tushunarli, zo'r. Bu 1.5 atmosfera motori. 1.5 atmosferniy motor. Motor bilan ham tanishtirsangiz, hozir Bitta ochaman. ochingchi. Atmosfera bosimida ishlaydigan motorlarda hammasiga MPI, ya'ni dvigatel 100% gazda harakatlana oladi. Akkumulyatorlari ko'rishingiz mumkin. Mana, ham tomonlari, motorlari ham chiroyli holatda. Yaxshi, eng muhimi ABS, konditsioner hammasi joy-joyida mashinada. Zo'r. Endi opa, bularni to'lov turlariga o'tadigan bo'lsak, hozircha ushbu avtomobilga nasiya savdo yoki rassrochka umuman yo'q, faqatgina avtokredit orqali xarid qilsa bo'ladi. Ish haqisi bor insonlarga qancha minimal bosh to'lov, ish haqisi yo'q insonlarga bosh to'lovlar qancha bo'lyapti? Hozirda bu avtomobilimizni, Damas'uvchi avtomobilimizni faqatgina avtokredit shaklida yokida naqd to'lov shaklida xarid qilishlari mumkin. Avtokreditga, rasmiy daromadga ega mijozlarimizga Aloqa bank tomonidan 15% boshlang'ich bilan xarid qilsalar bo'ladi. Misol uchun, hozir bitta hisoblab mana shu bor avtomashinamizni, ya'ni ochiq savdoda tayyor mavjud avtomashinamizni aytib o'tamiz. Bo'ladi. Misol uchun 15% boshlang'ichimiz bu mashinamiz uchun 22 million so'm bo'ladi. 22 million to'lab, misol uchun 3 yil muddatgacha yillik foizi 25.5% dan qilib chiqarib beriladi. Rasmiy daromadga ega mijozlarimiz uchun. 4 million 900 ming so'mdan oylik to'lovlari chiqadi. Tushunarli. Bir xilda. Keyin yana Aloqa bankni yana 3 oygacha nima deydi? Imtiyozli davrli avtokredit bo'lgani uchun bu ko'pchilik mijozlarimizga ma'qul kelyapti. Sizlarga ham tavsiya beraman Aloqa bankdan. Misol uchun boshida faqatgina foiz stavkasini to'lab yurasiz. Boshida chunki hamma bankda hozir foizini o'zi ko'proq bo'lib, keyin kamayish tartibida chiqqanligi uchun 3 oygacha foiz to'lab yurib, keyin 3 oydan keyin asosiy tan narxini ham qo'shib birdan to'lanadi. Shu taraflari imtiyoz bo'lib kimgadir qulay kelishi mumkin. 4 yillik qilib chiqaradigan bo'lsangiz, boshlang'ich xuddi o'shani 22 million so'm boshlang'ich bilan 4 yil muddatga 4 million so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. Qarang, 3 yilga shu avtomashinamizga общий hisobda 50 million so'm qo'shiladi. 3 yillik grafikimizda 4 million 900 dan chiqayotgandik-ku. 3 yilga 50 million so'm ustiga qo'shimcha pul to'lab beradi 3 yil ichida. Shunaqa. Shunday olganda yiliga 15 million, 16 million atrofida bo'lar ekan. Endi kimgadir bu ham variant. Endi ko'pchilik mijozlarimiz qiziqib so'raganliklari uchun aytib o'tayapman. 4 yillik qilib oladigan bo'lsalar, 65 million so'm qo'shilyapti 4 yil davomida. O'rta hisobda endi buni hisoblaganimizda 4 million so'mdan oylik to'lov. 5 yillik qilib chiqaradigan bo'lsalar, 22 million shu 15% ni to'laydilar. 25.5% dan 3 million 700 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. 3 million 700 ming so'mdan. Demak, uzoqroq muddatga oylik to'lov kamroq ekan. Shunaqa. Tushunarli. Bu hozir shaxsi, ya'ni rasmiy daromadi bor insonlar uchun hisoblab berdik. Endi hamma ham rasmiy daromadga ega emas. Shunaqa. Chetda, yo'q bu yoqda tirikchilik qilib yurgan insonlar, akalarimiz bor. Ularga qanaqa variantlar bor? Rasmiy daromadsiz mijozlarimiz uchun bu ham Aloqa bank tomonidan 25% boshlang'ich bilan, misol uchun 3 yildan 5 yilgacha, 3, 4, 5 yilgacha qilib rasmiylashtirishlari mumkin. Hech qanaqa boshqa hujjatlarsiz, xarajatlarsiz 25% ni to'lab, sug'urta to'lovi. Uni endi bankni o'zi hisoblab beriladi. 3, 4, 5 yil boshlang'ich to'lovini qancha qilishlariga qarab 25% to'lab chiqarsalar bo'ladi bemalol. Bo'ladi, xudo xohlasa. 25%imiz mana shu 149 million so'mlik mashinamiz uchun 37 million so'm bo'ladi. 37 million to'lab 4 million 300 ming so'mdan 3 yilga to'lab chiqarib ketishlari mumkin. Tushunarli. 4 yilligimiz
37 million so'm boshlang'ich to'lov. Oylik to'lovlar 4 yilga 3 million 500 ming so'mdan chiqadi. Yillik necha foiz bo'ladi endi shunday? Yillik 24.5% da bo'lib chiqadi. 24.5% bilan chiqyapti. Tushunarli. Bu hozir avtokredit variantimiz. 5 yilligini ham aytdik, a? 5 yilligimiz xuddi shunaqa 37 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 24.5% da 3 million 200 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. 3 million 200 ming so'mlik oylik to'lovda 5 yilga to'lab bersa bo'laveradi. Mana. Endi aytmoqchi bo'lganimiz faqatgina mana Damas 3 avtomobil misolida hozir mana bu paytlarni ma'lumotini berib o'tdim. Mana 149 million 11 ming so'mlikda. 154 million ham shundan salgina farq qilishi mumkin. Bundan tashqari Damas Van variantlari ham bor, unga sal arzonroq ham chiqadi. Shunaqa. Endi ochiq savdoda mavjud bo'lgan mana shu avtomobilni faqatgina ma'lumotini beryapmiz. Ya'ni to'lov nima deydi, bosh og'riqlarsiz 1 soat ichida rasmiylashtirib ketsa bo'ladi. Shunaqa. Agar qo'pol qilib aytganda bankda ishi bitmasa 1 kunda. Shunaqa. Endi opa, misol uchun 12 viloyatdan kelib xarid qilsa bo'ladi, bu yerdan. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol xarid qilishlari mumkin. O'zimizda mana shu yerda aloqa bankimiz bor. Bank ham o'zi shu yerda. Bank xizmati yaqin endi. Tushunarli. Akajonlar, xullas berilgan ma'lumotlar menimcha ko'pchilik uchun foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qanaqa? Yana bitta ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Hurmatli mijozlarimiz, misol uchun hozir biz bu yerda hisoblab aytgan narxlarimiz, yana siz misol uchun kimdir ko'proq summa to'lov qilishi mumkin. Ko'proq summa to'lov qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz albatta takliflarni bildirib o'tsalar, pastda telefon raqamlarimiz yozilgan. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Asaka bank bilan ham ishlaymiz, Milliy bank bilan ham misol uchun chiqarishimiz mumkin. Hammaga hisoblab bemalol qulay bo'lgan bank bilan ishlab chiqarib beraveramiz. Asaka bankda ham hozir eng arzon foizlari 18.9% da. Unga ham rasmiy ish joyi bo'lgan mijozlarimiz ish joyisiz, ularni ham tushuntirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa eng muhimi mana shunday avtomobillardan nasib qilsin. Kreditga olishni to'g'risi tavsiya qilmaymiz, lekin variant hisobida ko'rsatib o'tyapmiz. Nima deydi, kreditga da'vatimiz yo'q demoqchiman. Berilgan ma'lumotlar albatta yoqqan bo'lsa, erinmasdan shu joyigacha tomosha qilib, bitta like bosib qo'ying mehnatimiz uchun. Chunki mana shunaqa ma'lumotlarni men hamda opamga iltimos qilib chiqaryapmiz. Xalqimizga foydali bo'lsin. Nima deydi, avtosalonga kelgan paytingiz bilan videoda aytilgan gaplar tengma-teng bo'ladi. Men unaqa nima deydi, yolg'on narsani olib chiqmayman. Olib chiqishga umuman olib chiqmayman desam ham bo'ladi, akajonlar. Shuning uchun albatta qo'llab-quvvatlab esdan chiqmasin. Bundan tashqari ham obuna bo'lib qo'ysangiz, juda ham zo'r yangiliklar bor. Uni ham albatta videodan tez orada qo'yib beramiz. Hammaga sog' salomatlikda ko'rishguncha. Hurmatli mijozlarimiz, Humoyinuz kanalidan kelgan mijozlarimiz uchun maxsus sovg'alarimiz bor. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin avtosalonimizga kelib.